Aka! Bu nima qilganingiz? Nega o'g'limni uryapsiz? Nega unga baqiryapsiz? Nima haqqingiz bor? Sen oldin eshitma ukam. Men eshitishni ham xohlamayman. O'zi oyda yilda bir kelasiz, shunda ham o'g'limni turib kelaysiz. Hozir bolani yoshligida tarbiya qilmasang, katta bo'lgandan keyin qiynalasan. Tarbiyani-chi, men o'zim qilib olaman. Boring-ne. Mohi! Voy, mullakam ketib qoldilarmi? Nimaga ularga qattiq gapirdingiz? Bolam ursa ham indamay qarab turishing kerakmi? Sen ona bo'lib, bolamizni himoya qilmaysanmi? Ichkarida nima qilib o'tiruvding? Oldin o'g'limizni o'zidan so'ramaysizmi? Amaking urishadigan nima ish qilding deb. Oyi, iltimos etma. O'g'lim, hozir xatoyini to'g'rilamasang, keyin kech bo'ladi. Nima gap o'zi? Xullas yarim soat oldin do'konchi o'g'limizni o'g'irlik bilan ayblab uyimizga keluvdi. O'g'irlik? Shu orada mullakam kelgandilar. Shohruxni urishib, bir umrlik saboq berib qo'yishlarini men iltimos qiluvdim. Mullakam Adini yuzini yerga qaratadigan ish qilmagin deb urishvatuvdilar. Siz bo'lsangiz darrov noto'g'ri tushundingiz. Adam, meni kechiring. Hammasiga men aybdorman. Amakam bir umrlik saboq berdilar. Boshqa birov narsasiga hech ham tegmayman. Nima men hozir shunda akamni xafa qilib qo'ydimmi? Qani, oldimga tushchi. Qatga edi. Amakingni oldiga borib, birga uzr so'rab kelamiz. Ha bo'ladi edi. Men sizni yaxshi ko'raman. Yur.